Hammaga доброе утро. Savollarga berish javob 2-kun. Manda bugun salat уже 3-kundan beri yeyapman, потому что bitta odamga nimadir tayyorlash bu degani bir haftalab yeyish. И, конечно же, кофе, как без кофе. Вот. Uyga bitta plita oling. Plita juda ham arzon deyishdi. Plita, конечно же, arzon, lekin texnika безопасностьdan mumkin emas. Ну, конечно же, bekitib ishlasa bo'ladi deb aytishinglar mumkin. No, mana shu hidlar bir xonada o'zi o'tiramiz. Boshqa hidlar ham chiqadi o'zi bir xonada, hech qayerga chiqmaydi xonadan tashqari. И если yana ovqat bu yerda pishirsam, это вообще будет трэш. Вот. Duxovkani o'zini yoqaman, и to hidlari chiqib keladi. A если men bu yerda qozonda nimadir tayyorlasam, u yana 2 soatlab qaynasa, bu tasavvur qilasizlar, bitta xonada o'tiribsizlar.